Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Mana bugun Sankt-Peterburg termiz yo'nalishi bo'yicha reyslarga registratsiya jarayonlari boshlandi. 15-iyul chizig'ida O'zbekiston havo yo'llari 23 km bagaj 8 km Ro'shnoy tarafida 79 hamda mana 84 stoyka nomerlarda qatoriga mana passajirlar uchrata turishdi. Hurmatli aziz kanalimiz obunachilari, qadrli vatandoshlar, mana aloqaga chiqarasizlar, video ostida telefon raqamlarini qoldirganmiz. Aviaka Saviosurxon sizlar uchun hamisha har doim hamma vaqt xizmatda bo'lamiz. Har kunlik mana reyslarda aeroportga chiqib, ma'lumotlarni, holatlarni maksimal sizlarga ko'rsatib aytib borishga harakat qilamiz. Imkon qadar ushbu mehnatlarimizga bir donadan shu videolarga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddamiz aziz vatandoshlar. Iloji bo'lsa kommentariyada yana bir o'zlaringiz fikrlaringizni qo'shimcha sifatida yozib qoldiringizlar. Aeroportdagi sizlar uchun yana qanaqangi holatlar muhimroq, qiziqroq, aynan shular haqida ham sizlarga podrobni ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz albatta. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Mana bugun 14-iyul chizig'ida aeroport Pulkovo, Sankt-Peterburg shahrida joylashgan mana aeroportdan sizlarga shu videoni taqdim etib o'tamiz. Hozir mana qarshingizda turgan mana akalarimiz, xudo xolasa bugun granitsa jarayonlarini amalga oshirib kelishadilar. Assalomu alaykum akajonlar, xush kelibsiz, avvalambor. Qani, sizlarning restoraningiz 15-iyulga o'tar kechasi, ya'ni tongda soat 7:20 da, to'g'rimi? 14-iyul kuni mana kechki soat hozir mana soat millarimiz 11 dan 35 daqiqa o'tganda kechki vaqtga aeroportda uchrashib turamiz. Bezochirat mana xudo xolasa registratsiya joylaridan o'tib oldirasiz. Mana посадочный talon biletlaringiz, mana aziz vatandoshlar, ishonmaganlar uchun uchish vaqti 7:00, посадка esa 07:20 da boshlanadi. Mana bezochirat o'tib oldirasiz akajon, xudo xolasa Zalajdanaga kirib ketaverasiz bu yoqdan. Taksi akalarimiz nomeri berilganmi? Siz adashmasam bugun srochnik olgan ekansiz biletni. Qanday ishonchli ekan? Haqiqatan ham mana gapimiz isboti bilan aeroportda siz bilan uchrashib turibmiz, akajon. Gap yo'q. Mana akamizga ham bir yuzlanamiz. Ishonchli ekan akajon? O'zimizning akalar. Gap yo'q. Gap yo'q. Taksi akalarimiz nomeri berilgan bo'lsa, xudo xolasa aeroportga borganlaringizdan keyin telefon qilasizlar. Kutib olishadilar. Nasib yo'qda agar qanaqadir bir tushunmovchilik holatlar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilasiz, sразу o'sha moment hal qilamiz. Ish jarayonlarida, holatlarida hammasini aloqaga chiqaverasiz agar esingizda mening nomerim bor. Aziz vatandoshlar, hozir akalarimiz Zalajdanaga bu yoqdan kirib ketishadilar. Esingizda kimga qanaqadir mana shunaqa xizmat turlari, granitsa jarayonlari bo'yicha biletlar, ishonchli xizmat turlari kerak bo'lsa, bemalol ushbu videoni ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Aviaka Saviosurxon sizlar uchun hamisha har doim ham vaqt xizmatdamiz har doimgidek.